Bolangizni ko'chadagi o'rtoqlari va kelajakda turmush o'rtog'i, ya'ni o'g'lingizni kelajakda ayoli boshqarib, o'g'lingizni so'zi o'tmasdan, keliningiz o'g'lingizni manipulyatsiya qilishini xohlamasangiz, o'g'lingiz kelajakda jamiyatda o'rnini topib, farzandlariga o'rnak bo'ladigan ota bo'lishni istasangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Amaliyotimda 20 mingdan ortiq konsultatsiyalarni amalga oshirgan psixolog sifatida eng ko'p uchragan ota-onalarni farzandi bilan muomalasida qiladigan eng katta xatolardan birinchisi bu farzandini me'yordan ortiq shaxsiyatini sindirib jazolash. Ya'ni har qanaqasiga jazolash, urish, baqirish, ruxsat bermaslik, uni xohishlarini, uni qiziqishlarini bir tinga olmaslik, qo'lingdan nima keladi deb sindirishlik va uni doimiy oilada bosimda va majburiyatlarda saqlashlik. Statistikaga ko'ra, oilada doimiy bosim, doimiy urush janjal, doimiy baqir-chaqir bilan o'sgan bolalar aynan shu muhitdan qochish uchun birinchi navbatda ongsiz ravishda o'zidagi stressni kamaytirish uchun ko'chadan va ko'chadagilardan o'ziga anti-stress qidiradi. Va ming afsuski bu anti-stress ba'zida ichish, ba'zida chekish, ba'zida yomon qizlarga, yomon ayollarga qo'shilib qolish va ba'zida yomon o'rtoqlarga qo'shilib qolish bilan yakunlanishi mumkin. Ikkinchisi, oilada bosim bilan urib, kaltaklanib, shaxsiyatiga nisbatan san odam bo'lmaysan, sani qo'lingdan hech narsa kelmaydi. San hech narsani eplay olmaysan, san lattavoysan degan so'zlarni ishlatadigan ota-onalarning farzandi shaxsiyati uydayoq sinib, agar bu o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, kelajakda va uni o'sha yosh davrlarida uni ko'chadagilar boshqarishiga sabab bo'ladi. Nega? Oilada ota-onasi tomonidan tinimsiz boshqarilgan, yoshiga mos separatsiya qilinmagan farzandlarda ongi qullik rejimiga tushadi. Men bitta qoidani davom etishdan, doimo takror etishdan hech ham to'xtamayman. Eng xavfli jazo turi bu bolani ongini o'zini, ya'ni ota-onani fikrsiz bir qaror qabul qila olmaydigan darajada ongini qullikka tushirish. Yana bir bor takrorlayman. Eng qattiq xavfli jazo turi bu bolani ongini qullikka tushirish. Chunki bu paytda bola o'zi mustaqil qarorlar qabul qila olmaydigan, ota-onasidan separatsiya qila olmaganligi uchun mustaqil shaxs sifatida yetila olmaydi. Va bunday o'g'il bolalar o'rtoqlari tomonidan bir tinga olinmaydi va qizlar tomonidan doimiy foydalanib yerga urilishlik bilan baholanadi. Va ming afsus, bunday jazo rejimida, buyruq rejimida, doimiy urush janjallar rejimida katta bo'lgan farzandlarda doimiy ichki bo'shliq hisobiga motivatsiya yetishmasligi, bitta ishni boshlasa tezda tashlab qo'yishlik va atrofdagilar unga yaxshi gapirganda bajarmaslik, yomon gapirganda bitada qilishlik holati kuzatiladi. Shu paytgacha o'zim amaliyotimda ikkita holatda statistika o'tkazganman. Men aprosga savolnoma qoldirganman. Sizga kimdir yaxshi gapirsa qabul qilasizmi? Yomon gapirsa qabul qilasizmi? Eng katta protsent yomon gapirsa, buyruq bersa, jazolasa, boshqarsa bajaraman degan ovoz ko'p kelgan. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, aksar holatda oilalarda sen nimani ham bilarding? Sen hali og'zingdan onasi ketmagansan, o'chira og'zingni bilmaysan degan so'zlar bilan bolaga nimadir o'rgatishmas, doimiy uni sindirish natijasida, uni fikrlarini bir tinga olmasdan, inobatga olmaslik natijasida demak, meni ongim doimiy boshqarilishi kerak. Demak, doimo meni kimdir boshqarish kerak. Demak, men o'zim mustaqil qaror qabul qila olmayman. Meni kimdir boshqarib yurish kerak iqrorlikka kelish natijasida auditoriyaning aksar qismida buyruq berilganda, jazolanilganda, qattiq gapirilganda ong reaksiya beryapti. Yaxshi gapirilganda emas. To'g'ri. Bunday holatda ikkinchi toifadagi insonlar ham yetib chiqadi. Ya'ni uyda buyruq, faqat boshqaruv, faqat jazo bo'lganda inson bezillab qoladi bunaqa fikrlardan va atrofda kimdir unga buyruq bersa, chirsillab, выгорание portlab ketadi va nabarot unga buyruq berilganda bajarmaydi. Unga yaxshi gapirgandagina bajaradi. Endi keling, shu joyda men savol beraman. Sizga kimdir nimani chiroyli qilib gapirib, tushuntirib, iltimos qilsa bajarasizmi yoki buyruq bersa bajarasizmi?
Kommentariyada buni yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham muhim, chunki siz navbatdagi statistika qilishim uchun menga yordam bergan hisoblanasiz. Va hozirgi videoda o'zingizga qanday anglash olganingizni ham kommentariyada yozib qoldiring. Agar farzand tarbiyasi haqidagi darslarimizni davom ettirishimizni xohlasangiz, bu fikrni ham kommentariyada yozib qoldiring va bolasini tinimsiz jazolaydigan yaqinlaringizga bu videoni albatta ulashib qo'ying. Hozircha shu. Yana albatta keyingi darslarda davom ettiramiz. O'zingizni ehtiyot qilishga majbursiz. Xayr.